Tashkent Fashion and Textile Expo. Ilk bor o'tkazilayotgan ushbu ko'rgazma ishlab chiqaruvchilar va xaridorlar, qolaversa tekstil sanoatining yetuk mutaxassislarini birlashtira olgan o'ziga xos maydon vazifasini o'tamoqda. Undan ko'zlangan maqsad ushbu soha va uning tarmoqlarida kechayotgan so'nggi o'zgarishlar, zamonaviy tendensiyalarni namoyish etishdan iborat. Bugun tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tgan mazkur yirik xalqaro ko'rgazma 70 dan ortiq ishlab chiqaruvchi va tadbirkorlarni o'zida jamlagan. Ular orasida yurtimiz vakillari ham bor. Tadbir ishtirokchilariga o'z yo'nalishida yangicha yondashuv va yechimlarni amalga oshirish, o'zaro tajriba almashish, muloqot qilish, eng muhimi o'z brend va mahsulotlarini keng taqdim qilish imkoniyatini beryapti. Biznes aloqalarini o'rnatish, ikki tomonlama manfaatli shartnomalar tuzish hamda kelishuvlarga erishish uchun yo'l ochmoqda. Uning doirasidan taniqli brend vakillarining liboslar kolleksiyalari namoyishi, sohaning malakali mutaxassislari tomonidan mahorat darslari ham o'rin egallagan. An'anaviy tarzda o'tkazilishi rejalashtirilayotgan mazkur ko'rgazma poytaxtimizdagi O'zexpo markazining birinchi pavilyonida 25-iyunga qadar davom etadi.